Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda fuqarolar. Sizlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-dekabr kunidagi 250-sonli farmonni bojxona ma'muriyatchiligi va tashqi savdo tartibotlarini yanada soddalashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Xususan, endilikda mazkur farmonga ko'ra 2027-yilga qadar tovarlarni bevosita chegara eksport, import rasmiylashtirish hajmini 2 barobar oshirish, bojxona to'lovlarini kechiktirib to'lash asosida tovarlarni erkin muomalaga chiqarish hajmini 1,5 barobarga oshirish, ya'ni vakolatli iqtisodiy operatorlar sonini 200 dan oshirish, bojxona auditini qamrovini 30% ga yetkazish topshiriqlari berilgan. Bundan tashqari, xavfni aqlanmagan taqdirda bojxona yuk deklaratsiyalarini avtomatik ravishda ko'zdan kechirish nazarda tutilgan. Bunda yirik soliq to'lovchilar, tashkilotlar, davlat hamda davlat ulushi 50% dan yuqori bo'lgan tashkilotlar tomonidan import qilinayotgan tashqi savdo yuklari, tarif va notarif cheklovlar tartib tamoyil etilmayotgan eksport qilinayotgan yuklar notarif tartibga solish choralari soddalashtirish nazarda tutilgan. 2026-yil 1-iyundan boshlab quyidagilar ishga tushiriladi. Ya'ni xavf darajasi past bo'lgan tovarlar bo'yicha ruxsat etish xususiyatiga hujjat va sertifikat avtomatik ravishda rasmiylashtirish, xavf darajasi o'rta bo'lgan tovarlar hujjat nazorat tartibi o'tkazib sinov va namunalar olmaslik, xavf darajasi yuqori bo'lgan tovarlar belgilangan tartibda sinov namunalari asosida tekshiruvdan zarur hollarda laboratoriya sinovlaridan o'tkazilgandan so'ng ruxsat etish xususiyatidagi hujjat yoki sertifikat rasmiylashtirish nazarda tutilgan. 2026 1-maydan boshlab tashqi savdoga oid notarif tartibga solish belgilari quyidagi shaffof mexanizmlar joriy etilyapti. Ya'ni taqiq va cheklovlar reyestr yuritilgan, ularni o'rnatishdan kamida 3 oy oldin yagona bojxona axborot tizimiga e'lon qilinadi. Vakolatli davlat organlari ularni quyi tashkilotlari ko'rsatilgan xizmatlarni, ya'ni yig'imlar, kalkulyatsiyalarini yagona darchaga axborot qilish e'lon qilinadi tizimiga. Mazkur talablarga rioya etilmagan o'rnatilgan taqiqlar, cheklovlar ijroga qaratilmaydi. 2026-yil 1-iyundan boshlab oziq-ovqat mahsulotlarini tashish, saqlash, erkin muomalaga chiqarish jarayonida sanitariya normalari, qoidalari va gigiyenik normalarga rioya qilish majburiyati ushbu mahsulotlarni importyorga yuklangan holda, ya'ni Yevropa standartlariga mos bo'lgan tashkilot ISO 2200 korxonasi tomonidan rasmiylashtirilgan sertifikatga ega korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilishda sanitariya epidemiologik xulosa olish tartibi. Keyingisi tovarlarni erkin muomalaga chiqarish import bojxona rejimiga joylashtirishda karantin ruxsatnomasi olish tartiblari bekor qilindi. Tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratish maqsadida Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan Telegram messenjeri orqali tadbirkorga ko'makchi gruppasi ochilgan. Ushbu gruppada qiziqtirgan savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, tez fursatlarda javob olasiz va murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, Samarqand viloyati bojxona boshqarmasining ishonch telefon raqami 66 233 6300 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.